Assalomu alaykum. Bu video mana qarab ahli uchun. Devor ko'rishlaringiz mumkin. Devor oddiy shkaturka holatida to'xtabdi. Buni hozir hech qanaqa shpaklovka, rodman qilmaymiz. Shunday o'zini akkuratni qilamiz hozir. Birgalikda videoni oxirigacha ko'ringlar faqat. Boshladik. Una mattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. Mana, panelni tugatib oldik. Ana endi bunga birgalikda dizayn beramiz. Pastiga to'q shkaf qo'yiladi. Uzun. Yo'q, televizor qo'yiladi. Mana bu yerga bitta dekorativ lampa qo'yiladi. Va mana bu yerga bu span bo'lgani uchun mana bu yerga devorga osiladigan bitta shkafcha qo'yiladi. Shu bo'yoq narsa qo'yiladi. Mana bu yerga svetlik oyna qo'yiladi. Buni hozir tayyor holatni ham bitta o'zlaringiz uchun rasm qilib ko'rasizlar. Mana tayyor bo'lgan holati. Kimga mana shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol olib